28-noyabr juma namozidan keyin O'zbekistondagi barcha masjidlarda Alloh taolodan tavba tazarru, istig'for ila yomg'ir so'rab jamoat bilan 2 rakat istisqo namozi o'qiladi. Bu haqda xabar bergan musulmonlar idorasiga ko'ra, kuz fasli yomg'irsiz o'tayotgani, yog'ingarchilik kutilmayotgani, yomg'ir esa mo'l ko'lchilik omili ekani e'tiboridan muftiy Nuriddin Xoliqnazar hazratlaridan shunday tashabbus chiqqan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yomg'ir yog'may suvsizlik bo'lgan davrlarda jamoat bilan qiblaga yuzlanib duo qilganlari, keyin o'zlari imom bo'lib namoz o'qiganlari rivoyat qilingan. Alloh taolodan suv yomg'ir so'raladigan istisqo namozi fazilati hadis kitoblarida bayon qilingan deyiladi diniy idoraning tushuntirishida. Bundan tashqari umra ziyoratida bo'lib turgan imom domlalardan 2 haramda ham o'z guruhlari ishtirokida istisqo namozini o'qishlari tavsiya etilgan. Shuningdek, viloyatlar, tuman shaharlar markaziy masjidlari va ziyoratgohlarda jonliqlar so'yilib, yordamga muhtoj oilalar va boshqa muhtojlarga tarqatiladi.